kıymetli düşüncelerinden ötürü misafirlerimize çok teşekkür ederim. Şimdi chet elde Uyghur tibbiyoti uchun fursatlar va duch kelayotgan masalalar haqida doklad berish uchun doktor Ashti Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi o'qituvchisi Nametjon Muhammad Yag'mur efendimni sahnaga taklif qilaman. Assalomu alaykum, muhtaram ustozlar, o'qituvchilar, aziz qarindoshlar, hammalarniki hozirgi vaqtda xayrli bo'lsin. Oldi bilan hammamizningki bugungi buraya yig'ilishga vesile bo'lgan ustoz Mutallib hojim va bu Uyg'ur an'anaviy tibobat to'g'risidagi tadqiqot vaqtidagi barliq qarindoshlarimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Endi men o'zimni o'sha sayya kasbida ishlayotgan Uyg'urlarning biri bo'lish sifatim bilan hozirgi saqlanayotgan masalalarni qanday bartaraf qilishimiz kerak, Uyg'ur tibobatini qanday qilib Turkiya va dunyoga tanitishimiz kerak, bu to'g'risida men izlandim. O'zimniki izlangan va tushunchalarimni men bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Hammalarga ayon Uyg'ur milliy tibobati boshqa milliy tibobatga o'xshashlar dunyoda intayin muhim o'rin turgan tibobatlarning biri. Tabiiyki bizniki davlatimiz bo'lmaslik sababidan o'zimizning milliy tibobatni boshqa tibobatga o'xshash dunyoga tanitishda ojizlik keldi. Masalan, Xitoy tibobati deymiz, Hindiston tibobati ya boshqa tibobatlarning hammasida davlat aqidi bo'lganligi uchun, iqtisodiy jihatdan qiyinchilik bo'lmaganligi uchun dunyoga tanitib, hozir Xitoy tibobati, Hindiston tibobati ya boshqa tibobat desa qarsanlar nurg'ulg'an maqol chiqdi. Lekin bizniki Uyg'ur tibobati degan vaqtimizda tarixiy jihatdan chiqsimi, lekin yaqinqi vaqtlarda ilmiy tadqiqotlarning soni intayin ozlab ketdi. Yani Uyg'ur tibobati tariximizda intayin muhim o'rin turib kelgan, o'zimizga barliq millatlarga intayin cho'ng turib qo'shgan bir tibobat. Mushu tamlar qisilgan barliq otalarimizdan Allah razı olsun, yatqa yer cennet olsun, nur içinde yatsın. Çünkü bularning qon bedeliga, tirishchanlik natijasilar bugungi bizga o'tkazib berdi. Bugungi bizning vaziyatimiz intayin og'ir, chunki bu otalarimiz o'tkazib bergan bu tibobatni kelgusi avlodlarga o'tkazib berish bizningki zimmamizda. Shunlashqa bu vazifani tamomlash uchun hammalarniki o'rtaq tirishqa, o'rtaq ishlashga to'g'ri keldi. Endi milliy tibobat degan vaqtimizda tabiiyki milliy tibobatniki dunyodagi o'rni hozir har xil. G'arb tibobati va sharq tibobati deb ikki turga bo'lish bo'ldi aslida. Endi hozir g'arb tibobati yoki modern tibobat degan tibobat asli kelib chiqishi mush an'anaviy tibobatning to'planishi. Hammalarga ayon 1980-yilgacha Fransiyada Ibn Sinoning kitobini tibobat tibbiy maktablarda ishlatib kelgan. Lekin hozir ular g'arb tibobatiga marka qo'yib, hozir ishlatayotgan barliq tibobatni g'arb tibobat shaklini olib keladi. Hatto g'arb tibobatidagilar bu bizning an'anaviy tibobatning payini belli bir nuqta kelgan, lekin bizda tuzkor deymiz, tuzkorlik qilib, hozir an'anaviy tibobatni chetqa qilgan, hatto tuvan ko'rgan, kamsigan ahvollar intayin og'ir. Bizning millatimizning ichida og'ir. Hatto bizning vatandami mush an'anaviy tibobatni 80 qoldiradigan Tövün kurdağlar var. Uygurlarını yaşadım. Türkiye'de o'xshash ahvollar var. Türkiye'de Karkoca. Doğrusu deyilgan ahvollar oldu. Şimdi bunların hammasi nima degan vaqtimizda bizniki tashviqotniki, tadqiqotniki yetarli bo'lmasligi sababi bo'ldi. 1999-2012 yillar ichida shu an'anaviy tibobatni to'g'risida milliy davlat siyosati chiqqan davlatlarniki soni 25 bo'lsa, ya'ni 2012 qadar 69 chiqqan. Bundan lekin bag'ancha ish beryapti. Dunyo sayya organiga a'zo bo'lgan davlatlar 194 hozirgacha. Buni qarasak intayin oz. Lekin Yevropa qaraganda hozir intayin taraqqiy qilyapti. Chunki milliy tibobatning rolini bag'ancha to'lib ketdi. Hozir g'arb tibobatiniki davolash yeterlik bo'lmagan yoki g'arb tibobatlar orqali kasallarni davolamaga ahvollasida an'anaviy tibobat bularni davolab kelyapti. Masalan, buniki bir misol olib olsak, Germaniyada bizniki bir otimiz bor, o'zi milliy tibobat o'qigan, Germaniyada doktorxona ishlaydi. Bir shu ko'ks anchakroq bo'lgan bir ayolniki doktorxona davolanish unum bermay, hatto doktorxona 3 oy ichida vafot etsa degan bir
ayolni bizning milliy tibobat usuli orqali saqlayib, hozir yashayotganligi to'g'risida bir isbot va hatto bu da Germaniyada ilmiy maqola qilib chiqarilgan. Bunga o'xshash nurg'unlagan bizniki Uyg'ur tibobatniki naqadar yuqori o'rnda turganligi to'g'risida isbotlar bo'lsa-mu, lekin bu isbotlarning soni nihoyat oz bo'lish sababidan yana bizniki tibobat dunyoga pek to'lib ketmadi. Hem tabii ki buların hepsi bizning uchun bir fursat. Çünkü dünyada bağlan sermiş milli tibobat yüzünüşü, bizning Uyg'ur tibobatdek muntizam taraqqiy qilib kelgan, hatto davolashga ayrim doktorxonasi bo'lgan milliy shifoxona deb atilgan, maktab bo'lgan, bunday bir tibobatni dunyoga tunish uchun intajon bir fursat. Turkiyada o'xshash, Turkiyada yashayotgan o'quvchilar hozir milliy tibobat to'g'risida nurg'unlagan maktabda tadqiqot markazlari, bo'limlar ichish boshladi. Lekin men Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işleymen. Bizdeki bölüm bilen o'xshash vaqtda an'anaviy tibobat bir bölümdür bizning. Çünkü bizning bölüm başlığı o'xshash bir adam bo'lganligi uchun intayin cho'ng bir qiyinchilik bor. U da mush kasbda yetishib chiqqan odamlarning bo'lmasligi. Hozir shu Turkiyada mushat ishlayotgan hammalar 6 oy yoki 1 yil, hatto 3 oy kurs echiblan, kursda o'qigandan keyin bu kasbni qilayotganlar. Lekin bizning mush sahnada o'tirayotgan nurg'unlagan odamlarimiz mush kasbda maxsus o'qigan va mush kasb bilan taraqqiy qilgan va bizning insonlarni tarbiyalagan buyuk olimlarimiz bor. Shunlashqa bu olimlarimiz orqali bizning Uyg'ur tibobatini Turkiyaga tunishni intayin oson. Lekin buning uchun bir qancha jiddiy bir masalalar bor. Bu masalalarning birinchisi shu sohibxon davlatlarniki milliy tibobat chiqargan siyosatning bo'lmasligi, chiqargan siyosatniki foydasiz bo'lishi. Turkiyadagi naq masala bu. Siyaset bağımı var, lekin yetersiz hem faydasız. Bu qanday degan chog'da milliy tibobat o'qiganlar doktor hisoblamaydi. Sizlar kasal ko'rsizlar, lekin biz imzoni biz qo'yamiz deydi. Bizniki cho'nglar bir maqol temsil bor-ku, Hasan Kamachoq, Amir Bektatov deydi. Naqmi shu. Bu doktor emas bo'ldi deydi, lekin kasalni ko'rsatdi, kasal davolashga kuchi bo'ldi, ammo imzo qo'yadigan kuchi bo'lmaydi. Bu nima desa, oddiy bir misolda o'ynagancha mantiq tushunadigan narsa emas. Eğer sen adamını kişisel davalashga amanat içishga yo'l qo'ysang, onun imzo qo'yish shart bo'lishi kerak. Bu bir to'saq qo'yadigan eng cho'ng masalalarning biri. Ikkinchi masala yetarli iqtisodning bo'lmasligi. Hammaylar bilamiz hozir vatan bilan aloqamizning uyushtish sababidan iqtisod asosan kesildi. Bu taraqqiyotni milliy tibobat taraqqiy qildirish uchun asosan bizning iqtisod asosan yo'q deyarlik. Ama bilisizler Ankara'daki Kızılcahamam diyen bir nahiyesinde Ustaz Mütelli Bacım ve onun etrafındaki bir qancha kişiler bu tibobatni tanıştırış için bir milliy shifoxona etish başlagan. Hemen bu to'g'risida bizning Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden to'xtamlashib, hemen nasibga vaqtda hozir bina qurilib, o'tir to'xtab qoldik. Endi iqtisodimiz bo'lgan bo'lsa, kuchimiz bo'lgan bo'lsa, buni davom qilib ish boshlagan bo'lsak, bizning uchun intayin cho'ng bir yaxshi bir fursat bo'ladi. İkincisi, bu kesb muntizam o'qigan va kesb natija qozonganlarniki chet ellikning soniga intayin oz bo'lishi. Tabii ki vatan ishchiligi qarasak intayin ozkan. Bizning millatimizning soniga asoslanganmi? Lekin vatan sirtida hozir barmoqlarla sanab oldi. Qanchadan bor, kimlar bu ishdan shug'ullanyapti. Bu bizniki eng cho'ng bir kamchiligimiz yoki ojizligimiz bo'ladi. To'rtinchisi xalqaro o'lcham tadqiqot maqolalarini intayin kam bo'lishi. Bu umumiy jihatdan an'anaviy tibobatdagi eng cho'ng masalalarning biri. Maqola qaratgan zaman an'anaviy tibobat munosabatli maqolaning soni intayin oz. Bularmi Uyg'ur tibobatga. Endi buni cho'qim taraqqiy qilishimizda, qanday taraqqiy qilishimizda ayirib to'xtalman. Beshinchisi Uyg'ur milliy tibobat ayt retseptlarni qo'llashning tuban bo'lishi. Buni diqqat qilishimiz kerak. Çünkü milliy tibobatga ait retseptlar bizningki ota bo'limiz necha ming yillik tajriba va tarix asoslangan, hozirlangan tajribalar. Buni bir kitob shakl tizib, ma'lum bir odamning yozarga ait bir narsa emas. Bu bizning butkul ajdodlarimizning butkul Uyg'ur millatiga ait bir miros. Shunlashqa bu mirosdan bizning ko'nglimiz xohlagancha biz boshqalarga sovuq qilsak bo'lmaydi. Chunki sovuq qilgandan keyin boshqalar o'zini qilib oladilar. Eng muhim masala bu yerda. Uyg'ur tibobati deb olmaydi. Biz Piston Uyg'ur tibobatniki qo'llandik demaydi. Bizning deb qiladilar. Endi bu hammalarni echindirgan ko'nglimizni yerib qilgan bir masala. Oltinchisi yashayotgan davlatning tilini yaxshi bilmaslik.
Endi mishada ishlayotgan yoki boshqa davlat ishlayotgan shu milliy tibobat kasb ehlininki eng cho'ng qiyinchilikning biri tilni bilmaslik. Til bilmagandan bilimiz til bir ochqoch yoki ko'rik. Buni bilmaganda o'zimizning kendimizni boshqalarga uyutishga, kasal davolashdan nurg'unchilik qiyinchilik tug'iladi. Endi 7-si kasbiy axloqning tuvan bo'lishi. Kasbiy axloq degan vaqtimizda shu Turkiyani misolga olsak, bir qism kasbni o'qimagan insonlar kitobdan foydalanib men tevib bo'ldim deb xohlagancha kasalni davolaygan, hatto chapqin o'sham deb jiddiy qilib qo'ygan ahvollar ig'ir. Bu to'g'risida nurg'un angladik biz. Bunday qilish orqali nima qildi desa, bizning Uyg'ur milliy tibobatini dog' keltirdi. Bunga cho'qim hammamiz o'rtaq qarshi chiqishimiz kerak. Ham bu kasbiy axloqda bilsa bildim, bilmasa bilmayman deyish kerak. Onundan keyin shu boshqalarni aldash orqali har xil bahona bilan keraksiz dorilarni jiqirish ahvolini eg'ir. Hatto qimmat sotadigan ahvollarni eg'ir. Yani bu kasbiy axloq vijdonga va iymonimiz taqdirga ishlar. Shunlashmish kesbdan sug'unayotgan kasb ahli bo'lmaganlar oldimizga do'konini qo'yib o'ylashimiz kerak. Sizlar qilib jon beqish qurol qilayotgan bu kasb unda oddiy kasb emas, vaqt kelib qolsa butkul Uyg'urlarning yuziga dog' keltiradigan muhim bir masala. Hem ta'kidlab birinchi bu kasb bilan shug'ullangan insonlar bilan to'plashib, hozirgi bu vaqtning qurilish intayin muhim rol o'ynadi Turkiyada. Hammalar bizga kelib, bu kasb bilan shug'ullanganlar. Cho'qim nima qilishimiz kerak degan vaqtimizda qo'limizdan kelishda yordam qilib, boshqalarga turayotgan davlatlarga siyosat belgilaydigan qoida qilishimiz kerak. Bizning tibobatimizni to'ldirishimiz kerak. Ondan keyin Uyg'ur tibobatini taraqqiy qildirish uchun shu davlatga boshqa mush kasb bilan shug'ullanganlarni bilish orqali o'zimizning tibobatni qo'g'dash asosida taraqqiy qildirishimiz kerak. Uchinchisidan shu tadqiqot masalasiga kelgan chog'da men masalan Uyg'ur tibobat kasbini o'qimagan, lekin bizniki sog'lomlik kasbi bo'lganligi uchun tadqiqot asosan hamma kasbga o'xshab qoldi. Tadqiqot bilish orqali bizning Uyg'ur tibobatini dunyo tunishniki birdan bir yo'li hozir tadqiqotni ilmiy shaklga elib berish orqali boshqalarni qoyil qilish. Oxirida bu kasbni qo'g'dab qilish, qandaqdir bizniki bu teviblarimizniki ustozimiz emas, o'zini Uyg'ur deyilgan har qanday bir odamning mas'uliyati, majburiyati. Hammalar qo'limizdan kelishicha yordam bo'lib, kuch chiqarib, mush an'anaviy tibobatimizni, otalarimizdan qolgan mirosni qo'llashga hammalar bir kuchlik assimizdan qo'shsak degan umidimdan. Oxirida menlarga ko'pdan ko'p rahmat. Uyg'ur tibobatchilik to'g'rigarlik taraqqiyoti tarixdan buyon diniy ulamolar va avom xalq orasidagi tajribali kishilarimizning to'pisi bilan gulinib kelgan. Shu sababdan Uyg'ur tibobati bilan shug'ullanib kelgan tibiblarning diniy ulamolar va avom xalq bilan bo'lgan munosabati nihoyat qunuq. Qani undaq bo'lsa, yaqinqi zaman tarixida Qashqarda o'tgan Uyg'ur tibiblar to'g'risida qisqacha ma'lumot berish uchun doktor Varisjon Chakan efendini sahnaga taklif qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlarim. Sharq Turkistonning har qaysi yerlaridan muhojiratga chiqib, bu yerda jam bo'lgan qarindoshlar hammalarni salomlayman. Men tarixchi qarindoshlar. Men tibobatchi emas, ama Uyg'ur tibobat tarix to'g'riliq bularning shu Qashqardagi tibobat tarix to'g'riliq qisqacha bir bilgilerimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Oldi bilan bu sempozyumni o'rinlashtirgan vaqtga ve bununla emgigi ötken barlık fidakar ustazlara ve qarindoshlarga rahmet eytimen. Aziz qarindoshlar, dardni bergen Allah davanını biripti degan bir maqol temsil var. Bizning aziz xalqimiz Uyg'ur xalqi mushu prinsipga amal qilgan bir xalq. Allah tabi insonni yaratgan vaqtida dardni beraber bergen, kasalni beraber bergen, lekin onu davolashninki yo'lini bergen. Onu fakat mana şu ilim adamları Allah'ın bergen bilimi ve hikmeti bilen bunu tepip çıkıp halkımızı davalagan. Bu cihette Uyghur tibobat tarihi dünyadaki en kadimki tibobetler orunda yer alıyor. Çünkü Uygurlar fakat
felsefede, matematikte, tilde, senetli emes, tibabettirme intayın çoğun rol oynap kelgen ve dünya halkıga naiti ölçmez töhbelerini koşap gelgen bir halk. Biz mana muşundaq bir milletinin evlatları boluşumuz, oğallığımız üçün fəxirlenişimiz gerek. Fəxirleniş bilen birge bu mirasimizni qandaq qılıp saqlab qalımız ve qandaq qılıp teximi yuqur pelligi kötürmeyiz degan bu yol üstüde izleyişimiz gerek. Eğer insan iz kaldığımızda onunki başka bir yaratık bilen bir farkı yok. Aziz qarindoshlarım, bu münasebet bilen muşu tibabet sahamızda köp hizmetlerini qilgan halkımızın derdiga davo bo'lgan muşu meşhur tibiblerimizin hemmisini hürmet bilen salamlayman ve bulağa Allah'ın en âli cennetini ata kılışını dileyman. Aziz qarindoshlar, elbette başta Xoten vilayetimiz başta Qashqar, Yakan, Aksu, G'ulja ve Uygur halkı yaşayan hem yerde nait meşhur tabiplerimiz, hekimlerimiz yaşap ötken. Ben bu yerde hemmisinin elbette bulağa çoğunluk hürmetini bildirmen ama vakit münasebet bilen fakat Qashqardaki şu meşhur tabipler ve bulanın halk selametliğine koşkan töhbirleri doğrusunda bir nece fikrini sizlerle hemkarlaşmakçıyım. Bu Qashqar tarihinde, yakınki muşu tibabetçilik tarihindeki meşhur kişilerin başında Heydar Axun, Qasım Ömer Acil, Suba Axun'un, Hoca Qadir Acil ve okşaş naiti meşhur damdar tabipler yetişip çıkan. Hem de bu yerde ben bulanın içinde halk arasında namı kem tarqalgan ve davalaş usulları bilen ve halkta doğan hizmetlerinin ki töhbüsünün yuqurluğu bilen meşhur bolgan Suba Axun'un doğruluk biraz malumat vermekçi. Suba Axun'un özü dadısının tabip ve dadısının terbiyesi çoğun bolgan ve dadısının öğrengen tibbi ilimlerini yana muşu kadımkı Uygur tibabeti, Hint tibabeti ve başka tibabetlerini o Paris'teki tibabetlerini o ve başka her xil milletlerinin tibabetlerden faydalanır. Bu adam özünü alayda yetiştirgen bir adam. Ve bu adamın asasen en köp töhbisi şu kuşlar bilen üstünlüklerden faydalanıp doğru yasap, muşu doğrular arkalık halkımızga şifa vergen bir adam. Bunun davalaş usulleri Tıbbi Lokman kitabıga kirgizilgen ve memleketimizin içidile emas sırtımı intayın çok nam sargan bir adam. Bu yerde halk arasında mundaq bir rivayet var. Suba Axun'un tabi bu namı bilen nurgulluğa kisellerini davalığından keyin Yakup Bey'ninki kuluğu itidir. Bedevlet Yakup Bey'ninki kuluğu itidir bu adamın namı şerifi. Şunun bilen bunu bir sınap bakış için Yakup Bey bunu tabi halk arasındaki rivayet kalının uçuğa mümbüzünün uçuğa bir jipni bağlap Suba Axun'un koluğu tutkuzup bir perdini kılıp uzaktan menin ayalım kesel olup kalgan bir körep bakkan boğazı olup diken dese Suba Axun'un bunun karşıdaki kalıp geldiğini biliverip bunun ayarları biraz halsızlık o kitap olup kaptı, halsız ve aciz olup kaptı. Helepne hoptan girip kipeknicik selipesini sakayıp gitti o. Diyen bir rivayet var halk arasında. Bu nemi diyen gep emniyetli bu bir rivayet. Ama Suba Axun'unki muşu insanların görünüşü ve taşlı kıyafeti arkalık mı kesildi diyarınız koyalaydıran bir maharetini gözetken. Tabii ki bazı rivayetler biraz eşri ütülüdü ama bu yerde hakikaten de o bir adamın turuğuna, nefes erişiğe ve söz erkekliğe karab onundaki keselliklerini bayıklayalaydıran usul muşu Uygur tibabetidir bak. Bu Allah'ın bergen hikmeti, hakiki ügengeller için bunu Allah
zaten o insanların nisbeten ve onun qarab turib bular bu kasallarni davolay Subhanımdaki yanı bir nemisi şifayı kulup yani kalplerinki davası, şifası degan kitabımı intayın meşhur bulup onunki bütün şu davalaş usulleri şu kitapta yer algan ve bunu 2018 yılda şu bizim vatanda Seyye Nazaret tarafından tercüme kılıngan. Bunun 4 xil to'g'risidagi kitapları ve fikirleri, maqolalarımı meşhur. Hem de Subhanımdaki ölümü to'g'risida har xil rivayetler var. Hatta en ahirgi minutlargacha özünün ölümünü bisharat berib kelgan degan gap bor. Hem de Subhanımdaki yetishtirgan shogirdlari Ro'zajim, Saqafim, Abdurrahim Acimga o'xshash bu shogirdlarimiz Subhanımdan keyin vatanning har qaysi joylarida başta Qashqar bo'lish sufti bilan kasal davolab anandagi mush xalq sog'lig'i uchun intayin cho'ng to'g'ri qo'shgan bir shogirdlar. Biz o vaqtlarda o'zlarini bilisizlar bizde bu g'arbcha davolash usullari texi yo'q. Ashunday ahvol aslida har xil uskunalar hozirgidek bekcho, seti, o bu degan tugun degan narsa yo'q. Ama bu adamlarimiz aşı bo'lmagan sharoit ostida bu aşı kasallarga yaxshi to'g'ri diagnoz qo'yib, mush kasallarni davolay olgan. Bu haqiqatan de bir mo'jiza xarakterli narsalar bo'ladi. Yani shunday bir tibobetga ve davolash tecrübeleriga ega bir xalqmiz. Bundan başka Subhanımdan başka Qasım Erimacim, Hoca Abdullah Han, Musa Ahur, Qadir Acim, Muhammed Acimga o'xshash meşhur tiyoplar Qashqarda chiqqan ve bularni her xil kesiplarda, her xil kasalliklarda xalqimizni davolab kelgan. Bularning ichida Muhammed Acim ballar kasalligini davolashda favqulodda muhim. Ballarda bölüsüler her xil kasalliklar bo'ladi. Ballarninki yetilib qatilg'ichi bo'lgan araliqdagi kasalliklarni oldin olmasak, onun sog'liqli ve aqlli cho'ng bo'lishi albatta imkansız. Şunun için bu cihetde Muhammed Qasim'nin ballar kasalligi to'g'risida yozgan maqolaları ve davolash usullari etrafga keng tarqalgan. 20. asrning boshiga kelganda Qashqarda Yusuf Acim, Zunun Afon, Mahmudjon Acim, Pizxan Mahsunga o'xshash bu kishilar yetishib chiqqan. Ular qadimgi Yunoncha davolash usuli bilan Uyg'ur davolash usulini birlashtirib, nəhayət ağır kasallarni davolab kelgan. 1920 yıllardan başlap şu Sovet İttifaqıdan kelgan Bilyonskiga o'xshash va O'zbek olim Tevib, Muhittin Naqsimga o'xshash kishilar bizning vatanga Qashqarga kelib, u yerda qadimgi davolash usuli bilan g'arbcha davolash usulini birlashtirish orqali asta-asta tibobetimizni taraqqiy qildirgan ve bu Uygurlarınki özanla bölüsüyle yukarıda Mutellif Acim'e aytib o'tdi. Uygur tibobetini resmi şu devletinin nüfusu kirgizgen devletlerinin milletlerinin en başında Uygur halkı ve Uygur tibobetçileri gelmekte. Onun için biz bu tibobetke fevkalade önem verimiz ve bu tibobetimizdenki ölmeslik için kelgisi evlatlarga tekmi yukarı bir seviyede ulaştırış için kolumuzdan gelişçe tırışışımız gerek. Birlikten güçlüğüdür qarindoshlar. Birlik, beraberlik bola biz medet atı mirasimizini hem Türkiye'de hem dünyada tanış için birlikte hareket qilishimiz gerek. Hemimiz so'ngimizni ayrım bir yer kessek, seçilip ketgan adamlardan bir natija chiqmaydi. Vayam deydi, Kızılcamam'daki projeni başlatgan ve bununla sebep olan qarindoshimga men. Mutellif Acim bildi. Muşunda biz yatırım kelgen vaqtida muş Uygur tibobeti yo'qolib ketyapti. Buni taraqqiy qildirishimiz kerak. Türkiye orqali dunyoga tanishishimiz kerak degan vaqtida Türkiye devletiga, hukumatiga biz muş projeni qabul qildigan. Ama bu ishga keyinchi şeytan aralashib ketdi. Uyg'urlar hammasi param-parcha bo'lib ketdi. 4 qatim mana Mutellif Acim turdi. Yatırımcı almıştı.
ve muşi çeçilangılığımız yüzünden biz bu tibabetli birlik güçümüzü birleştirip dünyada kat götürüp çıkarış için biz muş çeçilangılığımızdan bunu kılanmıdık. Biz mi öğrettiğimiz bir güne, kaç nocu darını yazsak mı Allah'ın bizge belge ömrü çekli. Ama muşu ömürde biz kandaklılık, muşu mirasımızda evlattan kaldırıp koyuş için ben nemiz kılalaydan diyenlerden soraş ve bu atı mirasımızda biz emin ellerge yani kelbisini tutuş için herkes koldan kelgenini kılış gerek. Onun için bu jığınını orullaştıran aziz qarindoshlarımga rahmet ettimen ve bunun için birlikte biz bu atı mirasımızda dünyayı tanıtış ve evlatla tanışış için ortak güç çıkaraylı qarindoshlar. Muş atırlarımızın yüz hatırısı için bolsun. Rahmet.